Qarz haqida videoning ikkinchi qismi. Qarz so'rab kelgan vaqtda qarz olayotganda hamma mard bo'ladi. O'sha qarz olayotganlarda hamma halol, hamma vijdon oldida pok, aldamaydigan, xiyonat qilmaydigan, hamma shunday odamlar bo'ladi. Qarz olayotgan vaqtda. Qarzni berganingizdan keyin o'sha ortidan o'sha 2 oy, 3 oy vaqt o'tib, 6 oy ham 1 yil ham vaqt o'tsin. Qarz qaytarib berishga kelganda hamma o'zidan bechora yasab oladi. Hamma o'zidan xotin qulib yasab oladi. Jinnini yoqib oladi. Bir pul so'rasang, men bilmayman, men hech narsani bilmayman. Ko'zini ham suzib qo'yadi. Hali pul olayotganda mard bo'lganlar qo'lingdan kelganini qil deb yoradi bir vaqt. Bor-boraver deb yoradi. Hali u kimga aytsang, "Voy men deydi, qo'limdan nima keladi? O'zi deydi, bir so'm pul topolmay shu xotinni topgan puliga yashayapman. Qara, bir so'm pulim yo'q, oylikchi odamman. Oyligimni ham ololganim yo'q" deb ana shunaqa hamma o'zidan bechorani yasab oladi. Bu qarz oluvchilarga tegishli gaplarda. Qarz beruvchilar esa hali bo'lib qolaveradi. Shu bergan puliga kuyib, bu ochiq haqiqatida hayotning.